Zorunlu Ekonex avtomobili geldi. Hürmetli obunachilar. Assalomu alaykum. Savat Avto kanali obunachilar. 240 milyon so'm narxi 2020 yilda ishlab chiqarilgan. Holati zo'r. 1 gram aybi kamchilik yo'q. 4 diska balon paketidan qo'yilgan. Polni shumka bo'lgan. Salonni ichlari esa shumka qilingan bo'lsa ko'rishingiz mumkin. Premium tavul uстановка qilingan. 85 ming probeg yurgan. Holati zo'r. Podarishni aytib, himsiga aytib, paketlarni gizib tayyorlab qo'ygan. Ko'rishingiz mumkin. Holati zo'r. Arkalar ham elektronli bo'ladi. Salon holatlari ham akkuratli bo'lib turibdi. Zavod restoran 2020 yil. RS yana ko'rishingiz mumkin. Holati a'lo darajada turibdi. Bir dona ishkrelni yuzasida kraskasi bor bo'lsa. Like bosamiz, videoni Ekonex sizga birga tashlab qo'yamiz. 240 million so'm. Barter varianti bor. Xohlasangiz Cobalt, Damas, Gentra, Tracker umuman farqi yo'q. Ikkalasida hisoblab ustini pulni berib ikkita olasizlar. Like bosamiz, videoni Ekonex sizga birga tashlab qo'yamiz. 70 million so'm bilan kelsangiz, bankomatga chiqarib beramiz.